Ama Müslümanlara bunu öğünüş, bu ilimlerini öğünüş periz küpaya. Müslümanlara bu ilimlerini öğünüş periz küpaya. Yani Müslümanlar çünkü başka din düşmanları, başka kişilerin kendi kalsa aciz kalsa bulmaydı. Dünya ve ilimlerini öğünüp, yeterlikte Müslümanların içindeki bir türküm insanların ki, yani şu cemiyetki yetidiğen, yani yeterlik boğan bir insanların her kaysi dünya ilimlerinde, yani pen ilimleri desek hem buldu bilgen, bu ilimlerde yetişip çıkışı, her saat yetişip çıkışı, periz kupaya ularına nispeten aşu bir cemiyetten malum kişiler yetişip çıksa başka bütün Müslümanlarınki gədininden yani o üstüden saqit olan gap o perizlik nimesi. Yani her bir Müslümanın hem adamın yani dünya ve ilimlerin hemmesini öğrenişi şart emas. Yani malum derecedeki insanların yetişip çıkışı bilen başkalarının üstüden saqit olur. Bu emde yukarı deganimizdek Allah'ın mahlukatları bilen boğan, mahlukatlarına ait boğan, dair boğan ilimlerini öğreniş dünyanın ıslahininki, terakki tepişininki, ıslah buluşuninki asasi taqazzasi asasi dedik. Hoş, emde Allah'ın buyruğu bile alakadar boğan ilimçi, Allah'ın yol yürük çekleme buyruqlarına alakadar boğan ilimçi deyakta, bu aslun fil ibada. Yani Allah'ın buyruk çeklimlerine alakadar boğan ilim ibadetteki asas. İbadetteki asas. Allah ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Ben insan bilen cinni bana ibadet kılış için yarattım diyor. Yani Allah'ın buyruk çeklimlerini bilmek kim ibadet kılalasın? Yani Allah'ın buyruk çeklimlerini bilmesek kandak namaz okuyalayımız, kandak zakat verelayımız, kandak roz tutalayımız. Yani bu ibadetteki asas Allah'ın buyruk çeklimlerini biliş gereken. Bu ibadetteki asas. Hoş, ibadet degen nima? İbadetin bir tunuştursak. Endi ibadet naisi kengri dairesi ekeni birazdan keyin inşallah söyleyemiz. Yani keng dairegi bilingen bir naitlik dairesi intayin az xuddi ko'pincha musulmonlarimiz o'ylayotgandek, tushunadigandak faqat namoz, ro'za, haj degandek nait oddiy, qisqa bir tar bir doirani o'z ichiga olmaydi. Nait kengri bir doira. İbadet shundoq bir narsaki, u insonning qalbidan muhabbat urg'ub chiqqan, muhabbat aralashib ketgan holatda ixtiyoriy holatda qilingan itoat, ixtiyoriy qilingan bir amal. Ve shundaqla bu amali qilayotgan shu amaliga shu haqiqiy ishonchlik, keskin dalillar ustiga qurilgan, keskin asos, mustahkam dalil ustiga qurilgan. Bu şekilde onun kendi delil üstüge kurulup, onun kendi bu insan onu herkes mecburi yaktırmagan halette emas, kalbiden muhabbet urgup durgan halette, kalbi yayırgan halette ihtiyarlık bilen kılınan ibadet o insanı dünya ve ahirette baxt saadetke, mengülük baxt saadetke ilip bardıgan ibadet budur. Bir insan, Müslüman yani bir insan dinide özünün dininde müstakim, doğru bulmay turup, doğru bulanmay turup, istikamette mağamagan insan herkes ve herkes hayatta bu dinden hiçbir bu dinden meyvesinden üzenmegen kişi olurdu. Herkes üzenmeydi bu kişi. Mümin diyen şundak bir şahsiyet ki muntizim meydanı var. Allah'ın menhec dinine programması bağlaqlık, onun nurgun prinsipal bir şahsiyet mümin. Herkes çeçilangu emas o. Hele o yakta, hele bu yakta cümaydı. Prinsipal meydanı var mümin olur bir şahsiyet o. Onun perizleri var, vacipleri var, sünnetleri var, ada kıldığın. Halal haramları var, nimelik bilişi gerek boğan. Nurgulluğun prinsipal neslerini bildiğin bu şekilde bir şahsiyet mümin. Şunun için biz yani Allah'ın buyruk çekilimlerine alakadar boğan ilim nime ilimken bu ibadetteki asasken, her kandak ibadetteki asas dedik. Hoş, hem de yukarıda söylep ötdük yani Allah'ın mahlukatlarına alakadar boğan ilim dünyanın ıslahı üçün gerek buludu. Dünyanın ıslahının asası, Müslümanlar bununla malum şahıslar ada kılsa kağından saqit buldu. Bu fariz kupayı dedik. Allah'ın ki buyruk çekilimlerine alakadar boğan ilim bolsa bu nimo diye vaxtida halal haram mesela Müslümanlar halal haramını biliş gerek, vacip sünnetini biliş gerek. Bu şekilde Allah'ın buyruk çekilimlerine alakadar boğan ilimni biliş bolsa her bir Müslümanın üstüge periz ayin bu. Periz ayin. Xuddi namaz, roza qandaq periz olgan bolsa Allah'ın
buyruq cheklimlariga aloqador bo'lgan narsani bilish har bir musulmonning ustidagi majburiyat. Tijorat muomalasi, har kunlik muomala, kunlik turmushdagi muomala, fiqhiy muomala, bu shakldagi narsalarni inson tunishi, bilishi kerak. Hattoki uning shu insonning harakati, dunyoda qilayotgan ish harakatlari Allohning manhaj, bu Allohning diniga uyg'un shaklda chiqishi uchun, uyg'un shaklda elib berilishi uchun qanday bo'lish kerak? Mu'min Alloh subhanahu va taoloning buyruq cheklimlariga aloqador bo'lgan bu narsalarni bilishi kerak. Majbur buningga. Farz ayin bu mu'minga nisbatan. Chunki u uni bilmasa, halol haromni bilmasa, tijorat ahvolini bilmasa, muomalat ishini bilmasa, uning kunlik turmushdagi ish harakatlari, faoliyatlari qandoqmi Allohning diniga uyg'un shaklda chiqsin? Bu yo'l yo'riq, bu ta'limotlarni bilmasa, qandoqmi uyg'un shaklda Alloh subhanahu va taoloning diniga uyg'un shaklda, xilof bo'lmagan shaklda qandoq elib bora olasunki? Mumkin emas elib berishi. Shuning uchun mu'min istiqomat ustida, to'g'ri yo'l ustida bo'lish uchun qanday qilsa, Allohning dinini, shu yaratquchi Alloh subhanahu va taoloning ta'limotini ijro qilishi, ta'limotiga ergashishi kerak. Zimin yuzida Alloh subhanahu va taoloninki, ya'ni ta'limotiga, yo'l yo'riqlarga bo'ysunishga haqliq bo'lgan Alloh tarafidan boshqa bir taraf yo'q zimin yuzida. Alloh subhanahu va taolo tarafidan boshqa bir taraf yo'q. Chunki ana shu yaratquchi, yasag'uvchi, bizni yo'qdan bar qiluvchi Alloh subhanahu va taoloning ta'limotiga, uning yo'l yo'riqlariga bo'ysunish bilan inson qanday bo'lsa, haqiqiy baxt, saodatga erisha oladi dunyo va oxiratda. Chunki qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolo va la yunabbiuka mislu xabir sura Fatirda shunda deydi. Sana hammadan xabardor zotga o'xshash hech kim sana xabar bermaydi deydi Alloh subhanahu va taolo. Hammadan xabardor zotga o'xshash hech kim sana xabar bermaydi. Biz hayotimizdagi barliq ta'limot, yo'l yo'riqni faqat Robbimiz tarafidan, birla Alloh tarafidan elishimiz kerak. Birlam Alloh tarafidan elishimiz kerak. O'ylab boqaylik, biz men mishada misoldan birini keltiray. Masalan, bizningki nihoyatda qimmat pulga, nihoyatda xili ko'p pul sarf qilib bir isil, eng oliy bir kompyuter setib oldik deydi. Yoki bo'lmasa nihoyatda bugungi taraqqiy qilgan isil bir telefonni setib oldik deydi. Nihoyatda uniki nihoyat nurg'un ishlarni qila oladigan, nurg'un murakkab ishlarni qila oladigan. Biz tabiiy holatda biz ashuni pul sarf qilib oldik. Nihoyat asrab bir chatoq chiqarmay ishlatganimiz keladi. Buni biz ashu ko'ngil bo'lganligimizdan, shuning yaxshi bizga yaxshi xizmat berish uchun, buningga qattiq ko'ngil bo'lganligimiz uchun buni uyga akilib, uning chunki u shirkat yasab chiqqan shirkat uningga bir ta'limot, ishiltish ta'limotini beradi uningga. Yana bir kitobcha bo'ldi. Mush kitobchilarni nihoyat inchiklik bilan o'qib, uning zodi qaysi knopkalari qayerga ishlaydiganligi, qaysini bossaq qaysi xizmatlarni ado qilib beradigan to'g'ri qattiq tirishib o'qib ketamiz. Shu jihozningki bizdan shu jihozdan eng yaxshi shaklda foydalanishimiz, eng yaxshi shaklda bir bizga xizmat qilishi uchun. O'ylab boqaylik, bu bir endi Alloh subhanahu va taolo o'ylab boqaylik. Hargiz hayotda, yana o'sha bir nuqtani so'zlab o'tishim kerakki, hayotda agarda shu jihozimiz, shu biz setib olgan narsadan chatoq chiqib qolsa, chatoq chiqib bir masala ko'rilsa, masalan shu shahrimizda yashayotgan shaharimiz albatta donliq bir shirkatning yasab chiqqan narsa bilan buzilib qolsa, o'ngshab beradigan yerlar bor. Hargiz shu narsamizni bir baqqalning qishiga yoki tumunchi yog'ochning qishiga olib olmaymiz. Yaxshi ko'rib ketgan bir do'stimiz bo'lib kelsa, qishiga olib olmaymiz hargiz. Meni o'ngshab berganda. Chuqum o'sha ishning texnik egasi bo'lgan insonning qishiga ko'tarib olib beramiz. Chunki u eng yaxshi bildi deb. Alloh deydiki: "Va la yunabbiuka mislu xabir." Ya'ni bizni yaratgan, bizning yaratquchimiz bo'lgan, bizni yo'qdan bar qilgan, bizning dunyo va oxiratdagi yaxshiligimiz, manfaatimizni eng yaxshi bilguvchi Alloh subhanahu va taolodir. Shunga Alloh deydiki, sana hammadan xabardor zotga o'xshash hech kim sana xabar bermaydi. Shuning uchun biz dunyoda abay degandek yer yuzida Rabbimiz yani ta'limotiga bo'ysunishga haqliq bo'lgan, qo'rqishimizga haqliq bo'lgan,
Uning ta'limotiga labbayka ya Rab, sana ben keldim ey Rabbim, men sening buyruqlaringga tayyorman deyishga haqliq bo'lgan Allah tarafidan boshqa hiçbir taraf yo'q qarindoshlar. U eng yaxshi, eng to'g'ri, bizga eng manfaatlik ilmni, yo'l yo'riqni ulan beradi faqat. Uningdan boshqasi hargiz berolmaydi. Xo'sh, endi bu yerda yana bir narsa qilib qoldim. Allohning buyruq cheklamalari, Allohning mahluqotlariga bo'lgan, mahluqotlarga aloqador bo'lgan ilm deb buni so'zlab o'tdik. Endi bu yerda Allohga aloqador bo'lgan ilm qoldi. Allohga aloqador bo'lgan ilm qoldi. Ya'ni Allohning mayli Allohning yo'l yo'riqlarini o'rganish haqidagi ilm bo'lsin. Mayli Allohning mahluqotidagi koinotdagi nurg'un masalan deganki umumiy ism bilan aytgan vaqtda fanniy ilmlar bo'lsin. Mayli Allohningki ma'lum buyruq, yo'l yo'riq, diniy ilmlar, yo'l yo'riq masalan cheklama buyruqlarini o'rganish ilmi bo'lsin. Bu nimaga ehtiyoj ekanda? Biz bunga o'qituvchiga ehtiyojimiz tushadi, kitobga ehtiyojimiz tushadi, vaqtga ehtiyojimiz tushadi. Muzokara qilishga ehtiyojimiz tushadi, qayta ko'rishimiz, yod elishimiz, imtihon berishimiz, oxirida shahodat elishimiz. Guvohnoma elishimiz. Bu shaklda buningga ehtiyojli qamdi. Mayli Allohning buyruq cheklamalari haqidagi ilm bo'lsin, Allohning mahluqotlariga aloqador ilm bo'lsin, buningga muhtoj. Xo'sh, endi Allohga aloqador ilm nimaga ehtiyojli? Yahtaju ila mujahada. Allohga aloqador bo'lgan ilm bu insondan dars o'qib o'rganga bo'lmaydi buni. Uni tirishish, inson amaliy ijroga o'tish bilan qo'lga keltirilgan bo'ldi. Shuning uchun jahid fatushahid. Tirishqin va ko'rsan natijasini. Bu mujahada, yahtaju ila mujahada. Bu hargizmi dars qilib, mudarasa qilib o'rganishga emas. Bu mujahada haqiqiy inson mush badanni, vaqtini, hayotini mush rasmiy amaliy maydonga tushib sarf qilish buningga ehtiyoji bor. Xo'sh, Allohga aloqador bo'lgan ilm degani nima? Ya'ni Alloh subhanahu va taolo haqida bo'lgan, ya'ni mavzurimiz, dars mavzurimiz bo'lgan Asmaullahil husna. Alloh haqidagi, ya'ni uning tadqiqot nuqtasi, bahs yurgizish nuqtasi, so'zlash mavzusi nima desa, faqat Robbimiz haqida, Alloh haqida. Alloh demasanga hammani ko'rib turuvchi. Ya'ni hammani ko'rib tursan, yodab qo'ysa yesapmi uni? Hammani ko'rib turuvchi degan Alloh haqidagi ilm bo'ldi bu. Bu ilm yahtaju ila mujahada. Unda xo'sh, unda bo'lsa hammani ko'rib turuvchi Alloh uchun inson Alloh meni hargiz rozi bo'lmaydigan shaklda ko'rib qolmasin. Men inson tabiiy holat qanday bo'lishi kerak? Mujahada qilish kerak, nafsini besish kerak. Alloh rizoligi uchun rasmiy amal maydonga tushish kerak, mujahada qilish kerak. Haqiqiy maydonga tushib, Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lmaydigan har qanday o'rinda o'zini Robbininki ko'rib qolmasligi uchun, Alloh biza as-sami, Alloh hammani anglovchi desa, Alloh meni o'zi rozi bo'lmaydigan bir so'zni mendan anglab qolmasin deb, biz butun ish harakatlarimizni, sulukimizni buni o'ngshapmaymiz. Ko'rib turg'uchi, meni ko'rib soladi, meni xato yo'lda ko'rmasin deb buningda ish harakatni qilamiz. Demak, Alloh subhanahu va taoloning har qanday bir ismi, har qanday bir Allohga aloqador bo'lgan narsa insondan bevosita harakatiga munosabatlik, sulukiga munosabatlik, ish harakatiga. Shuning uchun inson shu o'zining barliq harakatlarini shu hayotda Allohning diniga, Allohning ko'rsatmasiga uyg'un shaklda elib bora olgan vaqtida, bu vaqtida Alloh subhanahu va taolo bizning bu tirishchanligimiz, bu ko'ngil qo'yishimiz natijasidan Alloh o'zining fadli karim bilan bizga o'zini tunish, Allohning ma'rifati, Allohni tunishdan iborat bu katta ne'matni ato qilib qolsa ajab emas qarindoshlar. Chunki biz har bir ismni o'rgangan vaqtimizda uningdan elindigan, mu'mindan nima talab qildiganligidan iborat bir narsani o'rganamiz. Nima talab qildi? Biz qanday e'tiqodga ega bo'lishimiz kerak? Chunki Robbimizni bu mavzu bakmi cho'ng mavzu qarindoshlarim. Ya'ni biz olamlarning Robbi haqida to'xtalmoqchi bundan keyin. Olamlarning Robbi haqida. Robbimiz haqida to'xtalmoqchi. Har bir ism bundan keyin davomlashganda mushu ismlardagi eng inchki nuqtagacha qaysi shaklda iymon etishimiz kerak? Har bir ism bizdan bir amal talab qildi. Yod elib olishni talab qilmaydi. Tushunib qo'yishni talab qilmaydi. Balki
mujohadani talab qiladi. Haqiqiy amaliy ash har bir anglagan hamon ijro qilmasak, u ismga amal qilmagan, u ismni tushunmagan bo'lamiz. Shu ismni tushungan inson, bilgan inson darhol mujohada talab qilish kerak. Mujohada qilib tirishgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bizga o'zining fazli marhamati bilan o'zini texim bak tunutishi mumkin. Texim bak bizga berishi mumkin. Biz qanchalik o'zimizning badallarimizni, tillarimizni, ko'zlarimizni, barliq javorih a'zolarimizni, qanchalik harakatlarimizni Alloh subhanahu va taoloning bu diniga, bu yo'liga qanchalik mustaqim selib mang'algan siri mang'alagan siri qaysi shaklda, qaysi miqdorda mang'alasak, Alloh bizga o'zining ma'rifatini, o'zininki bizga o'zini tunutishdan iborat bu ne'matni shunchalik ato qiladi Alloh subhanahu va taolo. Xo'sh, endi bu yerda qanday vaqt munosabati bilan hozir mashada bir oz istirohat beramiz. Bu istirohatdan keyin inshaalloh yana davomlashtiramiz kelgan yerimizdan. Bizden ayrılmay, bizden birlikte qilib qolinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالم